Dreskoda aksiya. Mana qorni ko'ryapsizmi? Kelayotgan sovuq kunlar uchun issiqqina kurtkalar aksiyada. Bu ob-havoga umuman ishon bo'lmasa ekanda, lekin hozir issiqqina kurtkalarni bosib yuboradigan joyi. Modellarini ko'pligi alohida tema, usti polностью plashovkadan, ichi xala fiberli, qo'li, yoqasi, kapyushonlari, xullas har bir detali skromniy qilingan. Xuddi shu kurtkalar vaqtida 250 mingdan sotilgan, lekin hozir aksiyada 109.900 so'mdan sotib olsangiz bo'ladi. Juda ham ko'pchilik mijozlar shimlarni so'rashganligi uchun birato'la aksiyaga qo'yib yubordik. Ichlarini qalinligini qarang, velvet materialdan sifatiga o'zimiz javob beramiz. Xitoy fabrichni, oqarib, tizzalari chiqib ketmaydi, qoliplari ideal. Narxi aksiyada atiga 89.900 so'mdan. O'tgan safardagi aksiyaga ulgurmay qolganingizni bilib, bu safar ham xuddi shu pol sapoklarni aksiyaga qo'yib yubordik. Ichlari kojinli, lekin sovuq havoda ham bemalol kiyishingiz uchun ichlarida mexlari ham bor. Zamishviy hamda kojinli variantlarini sotib olsangiz bo'ladi. Narxi aksiyada atiga 119.900 so'mdan. Soni chegaralangan. Bu aksiyamiz 17-dan 20-yanvarga qadar bo'lib o'tadi. Dresko sifatni his qiling, narxini o'ylamang.